Stekanchiklarimizni tayyorlab oldik. Mana hammasiga ip o'tkazib chiqdik. Bu oddiy kapron. Oldingi videolarimda aytib o'tganman. Eng yaxshisi fitilga qo'yishda kapron yaxshi. Mana shunaqa kapron qilib chiqasizlar. Qilib oldik. Endi hozir mana bu detka bergan yopqichalarimizni tuvakka ko'chiramiz. Bu yerda mana penoplast bilan torf o'zi faqat. Ehtiyotlab qumini olamiz. Ildizlarga ziyon yetkazmasdan. Agar detka bergandan keyin kattaroq anaqaga boshqa idishga qumni to'ldirib olmasangiz, bu o'smaydi-da, sekin o'sadi, qotib turaveradi. Shuning uchun idishini o'zgartirib olishimiz kerak. Juda katta ham idishga qo'ymaylar. Katta idishga hali vaqtligi uchun. Ildizga tegmayman, faqat chetlarini bosib chiqaman, ko'rasizlar. Mana shunaqa qilib ekamiz. Tuprog'ini juda to'ldirib olmaymiz. Mana yarimdan ozgina balandroq qildim. Keyin ozgina anaqa bo'lgandan keyin, o'sgandan keyin tuprog'ini solsak yana bo'ladi. Hozir bunga mana shu tuproq yetadi ozgina. Ustidagi changlariga kechki payt oddiy suvda spray qilsangiz ham bo'ladi. Hozir ekkanimizga ozgina anaqa tuproqlar tegib ketdi. Hammasini shunaqa qilib ekib olamiz. Mana bir xilgisi orqasiga detka bergan, orqa tomondan chiqazgan. Bunaqalari kichkina tuyda siqilib qoladi, barg xalaqit beradi, o'smay qoladi. Ko'ryaptimi? Yaxshi o'sish uchun ko'p dorilar kerak emas yalqiga. Bunaqa dori shart emas. Gumi lux bersangiz bo'ladi, agar dorini qilaman desangiz. Gumi yaxshi ko'radi yalqi. O'sishiga ham, keyin gullaydigan, gullashiga ham kattaroq yalqilaringizga. Gumi bilan yantani kislota ildizlariga yaxshi o'stiradi. Tuyacham sal kattaroqligiga men tuprog'ini ko'p solmadim. Ozgina yarim qilib solsangiz yetadi tuprog'ini. Endi yarimdan sal balandroq qilib to'ldirib ekib qo'ymanglar, chunki bu kichkina hali, kichkinalari ko'p qilib ekish yaxshi emas, o'smay qoladi. Katta tuy, mana bu kattaroq deb bunga o'tib. Shuning uchun tuprog'ini ozgina qilib ekib qo'ydim. Yalqani 20 kunda gullatish degan videoni qo'ygandim. Bir xil ishonmabdi, lekin u haqiqatda, chunki men o'zim o'sha usuldan foydalanaman. Derazani ochib qo'ysangiz, gullar shabadan yoqtirmaydi. To'g'ri, fyalkaga skvoznak mumkin emas, lekin fyalkani bir soatgina derazani ochib qo'yganingiz bu degani fyalka shabadada qolib ketdi degani emas. Hamma gulda ham xonani havosini almashtirib tursangiz, gullar yaxshi o'sadi, bilsangiz agar. Nafaqat fyalkada va boshqa gullarda ham gullatish usuli shunaqa. Birinchi sovuq xonaga qo'yib, keyin iliq xonaga olishadi. Bu gullarni gullatishni siri hisoblanadi-da. Shuning uchun ko'pchilik buni aytmaydi-da, bilishmaydi. Даже gulchilar bilishadi, но hech kimga aytishmaydi. Men o'zim ham bu sirlarni pulga o'rganganman. Lekin sizlarga tekinga o'rgatyapman. Buning uchun obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Bizning kanalimizda yolg'on yo'q. Qo'limdan kelgancha bilganlarimni aytmayman sizlarga. Chiqib yolg'on aralashtirmasdan. Bir xil odamlar shunaqa deb, bilib tursa ham sirini aytgisi kelmaydi-da. Men haqiqat aytmayman. Noto'g'ri deyishmaydi.
xohlasanglar ishoninglar, xohlamasanglar hech kimni nima majburlamayman. Men shunchaki o'zim qo'llab ko'rgan usulni sizlarga tavsiya qildim. Xohlasanglar sinab ko'ringlar va sizlar ham gulinglar. Mana shunaqa gullar yashnashini tarafdoriman xolos. Yolg'on bo'lganda men sirri aytmasdim. Hozir sizga ko'rsataman. Yana bitta isbotim. Mana o'sha gulim. Kirma kunda o'sha usulda gullatganman. Bu уже gullab bo'lyapti. Mana bog'chalari уже qilyapti. Endi qaranglar. Mana gullab bo'lyapti. Lekin yana bitta narsa. Ko'ryaptimi? Uni tagidan yangi mo'jaz chiqyapti, ko'ryapsizmi? Bu gullab bo'lgandan keyin уже tagidan tayyorlanyapti. Yangi mo'ja chiqishga. Mana. Mayli. Ko'ryapgan bo'lsa, bu tomonlarda ham bor. Mayli gullab kelyapti. Bu gullab bu yana bir hafta, 2 haftacha turadi gulchalari. Keyin уже bular gullab bo'ldimi, keyingisi startda turibdi gullashga. Shunaqa. Xullas, katta to'ychalarga o'tkazib olamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, podpiska bosinglar, qo'ldan kelgancha tarqatinglar. Nima savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, men hamma savolinglarga javob beraman. Va keyingi videoni shu savolinglarga qarab, sizlarga foydali bo'ladigan qilib chiqarishga harakat qilaman. Ular ikki bo'lganinglardan keyin alohida konteynerga olasizlar. Bu detga berganlari narigi detga bermagan konteynerga solmaysizlar, chunki bularning qasini qopqog'ini ochib qo'yishimiz kerak. Birdaniga ochib qo'ya olmaymiz. Birinchi ili kunduzi, ili kechqurun ochib qo'yamiz. Birdaniga hammasini ochib qo'ysanglar, gulinglar qurib qoladi. Shuncha qilgan mehnatinglar bir pul bo'ladi. Shuning uchun birinchi oz-ozdan aldab-aldab o'rgatamiz gulni. Birdan ochib qo'yib bo'lmaydi. Bir kun kunduzi ochib qo'ysak, kechqurun yopib qo'yamiz. Ili kechqurun ochib qo'ysak, kunduzi yopib qo'yamiz. Qopqog'ini mana shunaqa qilib qopqoqchasini yopib qo'yamiz. Suv bermoqchi bo'lsanglar, mana bu tagidan aytidan bersanglar, mana anaqasidan o'zi suv ichadi. Hozir ko'p suv berish ham mumkin emas. Suv bergan paytinglar ildizini qaraysizlar. Tagida suvini namligiga qarab, ko'p kamligiga qarab, keyin suv berasizlar. Bir haftacha shunaqa ochib yopib, keyin polni ochib qo'yasiz. Bu bir oygacha mana shu konteynerda turadi. O'sha tagidan suv ichadi konteynerda. Keyin bu detkalar ozgina kattaroq bo'lgandan keyin katta to'yga olish shart emas. Mana shu anchagacha yetadi. O'zi 5-6 oylikgacha mana shu to'ychasi yetadi. Faqat agar ko'p kattaroq bo'lgandan keyin ustiga ozgina tuprog'ini ko'paytirsangiz bo'ladi. Hali kichkinaligida mana shu yarim tuprog'i yetadi. Men kichkinaga ekmadim, chunki birato'la 5-6 oylikgacha mana shu to'yga yetadi. Agar minilar bo'lsa, minilari bunaqa kattaga o'tkazmaysiz. Mana kichkinada turadi minilar, kichkinani o'zida tuprog'ini ko'paytirib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi sizga mana shundoq. Bu 1-2 oy mana shu to'yda konteynerda turadi, ustini ochib o'rgatasiz sekin-sekin. Penoplast o'raganligi mana shunaqa. Penoplast, oddiy penoplast. Mana shuni kesib, mayda-mayda qilib kesib, torfga aralashtirib olasizlar. Yolqon tuprog'iga torfga aralashtirasizlar. Gummi Lux qizlar, gummi. Orqasida nastroykasi bor. Qarab, shunga qarab bersanglar ham bo'ladi. Men 5 litrga 1 choy qoshiq solaman. Buni oldin idishga eritib olamiz. Eriydi. Solib qo'yamiz edi. Shungacha eriguncha boshqa anaqani tayyorlab olamiz. Gummi Lux. Gummi gullarga yaxshi gullatishiga, boshqasiga yaxshi vitaminlari bor. Va yantarning kislota. Buni ham 5 litrga 1 choy qoshiq beramiz. Buni ham orqasida anaqalari bor, o'tasiz. Buni ildizni yaxshi o'stirish uchun, ildizingiz mustahkam bo'lishi uchun ildizlarga foydasi bor. Hamma gulga bersangiz bo'ladi, nafaqat fiyalkaga, hamma gullarga bersangiz bo'ladi. Va uchinchisi
Monokallik fosfat bu ham gullaringizni, barglarni targ'ayishiga yaxshi va gullatishiga yaxshi. Maktabga yozilgan o'qigansiz orqasiga ham yozilgan qilib berishlaringiz. Men hozir 5 litrga hammasini yarim choy qoshiqdan fialkalar uchun yarim choy qoshiqdan, boshqa gullar uchun 1 choy qoshiqchadan bersangiz bo'ladi. Uchalasini bitta qilib 1 oyda 1, 2 oyda 1 bersangiz bo'ladi. Mana shunaqa qop-qora bo'ladi. Qolganini ham eritib sovorasizlar.